Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun dolzarb mavzulardan biri bo'lgan va borgan sari ko'payib borayotgan ko'z kasalliklari bo'yicha suhbatlashamiz. Ko'z kasalliklaridan miopiya, astigmatizm, glaukoma, katarakta sohalari bo'yicha sizlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'sh, nima deb o'ylaysizlar? Ko'z kasalliklari qayerdan kelib chiqyapti? Ilgari Sovet davrida desak ham bo'laveradi. 80-chi, 90-chi va 2000-yillar atrofida maktablarda o'quvchilarda ko'zoynak taqib yurish bo'lmagan. Ko'zoynaksiz yurgan. Bo'lishi mumkin. Bitta maktabdan bitta yoki ikkita odam ko'zoynak taqib yurgan. Va hozirgi 21-asrda shu kunga kelib bu kasallik nihoyatda avj olib ketdi. Buni juda ko'p sabablari bor. Kelinglar, cho'ponlardan boshlaymiz gapni. Dalalarda, tog' toshlarda qo'y boqib yuradigan cho'ponlarda ko'z kasallik bo'lganini birorta inson ko'rganmi? Hech qachon ko'rmagan. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Cho'ponlar uzoqdagi qo'ylarini bir joyda o'tlab yuribdimi, tarqalib ketganmi, uzoq 500 metr, 1 kilometrgacha bo'lgan masofada yurgan qo'ylarini kuzatib yuradi. Ya'ni ularni ko'z mushaklari yaxshi ishlaydi. Uzoqlarga ko'p tikiladi. Aytinglarchi, qaysi aholini ichida ko'proq ko'z nuri kasalliklari paydo bo'ladi? Qishloqdami, shahardami? Aynan shaharda, tor joyda yashaydigan odamlarda ko'z kasalligiga uchrash ko'p bo'ladi. Bu yerda ko'z mushaklarini yaxshi ishlata olmaydi. Deylik, qarshingizdagi qo'shningiz sizdan yo 10 metr yo 15 metr narida duvol bor. Shundan iyag'ini ko'rmaysiz. Bu ko'zni bir tomonlama, ya'ni mushaklarini yaxshi ishlamasligidan charchab qolgandan kelib chiqadi. Endi boshqa ko'p sabablari bor. Masalan, ko'zni nurisini pasayishiga bo'ladigan sabablardan biri asab. Organizmda kasalliklarni boringki 85-90% asab kasalliklaridan kelib chiqadi. Yo birorta ko'zi xiralashgan odam bo'lsa, yoki yosh bola bo'lishi mumkin, yo yoshi katta odam bo'lishi mumkin. Asab tolalarini charchashi yo kimnidir kechira olmasligi, qabul qila olmasligi bu ham ko'zga kelib ta'sir qiladi-da, ko'z nuri pasayishni boshlaydi. Kimnidir ko'rgani ko'zi yo'q degan fikrni paydo bo'lishidan ko'z nuri pasayishni boshlaydi. Ikkinchi sabablardan biri oshqozon osti bezi. Qandli diabetga uchragan barcha bemorlar to'liq 100% siz bo'laveradi. Bir kun emas, bir kun kelib ko'z nuri pastlaydi. Yaqinni yoki bo'lmasa miopiya kasallik, uzoqni ko'rishga qiynaladi. Sababini ko'ryapsizmi? Ko'z xiralashyapti. Sababi oshqozon osti bezidan chiqyapti. Men sizlarga oftalmolog vrach emasman. Ko'z kasalligini davolaydigan. Men ko'zni nurini tiklash bilan shug'ullanaman. Buni hech qayerdan topib kashf qilganim yo'q. Buni ustozimiz butun dunyoga mashhur bo'lgan Mirzakarim Norbekov butun olamga e'lon qilgan. Shu usul bilan ishlaymiz. Va yana shuni ta'kidlashim mumkinki sizlarga, Norbekov usulida ishlayotgan murabbiy, trenerlarning hammasi bu sohaga havas bilan, orzu qilib kirib qolganlar emas bu domlalar. Barchalari qandaydir kasalliklarga uchrab, shu kasalligini rasmiy tibbiyot orqali davolay olmagandan keyin oxirgi imkoniyat uchun Norbekov usulidan foydalanib, shu sohaga kirib, o'z kasalini davolab, shu sohada mutaxassis darajasiga yetib, insonlarga yordam berib kelyapti. Butun dunyo bo'yicha 30 dan oshiq davlatda Norbekov usuli bo'yicha dori darmonsiz insonlarni davolash usuli taraqqiy etib kelyapti shu kunlarda. Ana endi biz oshqozon osti bezi to'g'risida gapirdik. Oshqozon osti bezi yaxshi ishlamaganligi uchun bir kun kelib ko'zga ta'sir qiladi dedik. Boshqa omillar ham bo'lishi mumkin.
umurtqa pog'onamizdan butun organizmga nerv tolalari tarqaladi. O'sha nerv tolalari ko'zga ham ketgan. O'sha umurtqa pog'onamizdan chiqqan nerv tolasi ko'zga ketayotgan joydan qisilib qolgan bo'lsa, yana ko'z xiralashadi. Nima deb o'ylaysizlar? Ko'zni davolash kerakmi, umurtqa pog'onani davolash kerakmi? Yana bir misol aytib beraman. Jigar bilan ko'zni o'rtasida uzviy aloqa bor. Ya'ni ko'zimizning ikki chekkasidan jigarga ketgan yo'l bor. O't yo'li deb qo'yamiz. Jigar o'z faoliyatini bajarmasa, shu o't yo'li bekilib qolgan bo'lsa, bundan ham ko'z xiralashadi. Nima qilish kerak? Ko'zni davolash kerakmi, jigarni davolash kerakmi? Yo oshqozon osti bezini davolash kerakmi? Ehtimol asabni joyiga keltirish kerakdir. Hammasini bir vaqtning o'ziga, birdaniga butun organizmda bir paytning o'zida davolanish hisobiga ko'z nuri tiklanadi. Bir dona ko'zni o'zi bilan masala hal bo'lmaydi. Masalani oson hal qiluvchilar bor. Bular oftalmologlar shug'ullanadi. Ko'zni lazerni korreksiya qiladi yoki operatsiya qiladi. Oradan bir kun o'tib ko'zingiz yarqaytib ochiladi. Siz yana chiroyli ko'rishni boshlaysiz. Bu yaxshi yechim emas. Vaqtiki kelib, ko'z yana xiralashda davom etadi. Unda nimaga u yorqin bo'lib qoladi ko'z? Hammani ham ko'zida ma'lum miqdorda ko'zda yupqa pardalari bor, ko'rishga xalaqit qiladi. Yosh bolalarda nima sababdan kelib chiqishini, kattalarda qaysi organlarga bog'liq bo'lishini, buni bir qator aytib o'tdingizlar. Xo'p, davom etamiz. Ya'ni agar biz faqat ko'z sohasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ko'zni nurini tiklash uchun nima qilishimiz kerak ekan? Butun organizmni tiklash kerak. Bizni Shifopolis sanatoriyasida ko'z kasalliklarini davolash bilan shug'ullanmaymiz. Biz butun organizmda surunkali bosh og'riqlar, surunkali qon bosimini ko'tarilishi 190 gacha, uyqusizlik, jigar kasalliklari, o't pufak kasalliklari, oshqozon ichak yara kasalliklari, yo'g'on ichak kasalliklari, artroz, artrit, poliartrit kasalliklari, suva yemirilishi degan qo'rquv, vahima, depressiya hammasini bir vaqtning o'zida boshlaganda, butunlay organizmni tiklab chiqib ketgandagina organizm tiklanishni boshlaydi. Agar sizda 3 xil, 4 xil kasallik bo'lsa, har birini shifokoriga alohida borib qatnaydigan bo'lsangiz, hatto sizni umringiz ham yetmaydi, mablag'ingiz ham ko'p ketadi. Shuning uchun bu sistema Norbekov usuli eng kuchli, eng qulay sistema. Yaxshi tomoni hech qanday dori-dormon ishlatilmaydi. Ukollar ishlatilmaydi. Hech qanday ortiqcha massajlar ishlatilmaydi. Massajni o'zingiz qilasiz. Faqat biz uni qanaqa qilib qilish yo'lini o'rgatib turamiz. Shuning uchun ko'z kasalliklarini tiklashda ko'zni o'zini ko'lashning hojati yo'q. Uni keltirib chiqaruvchi sabablari bilan shug'ullanamiz. Shundagina ko'z o'z holatiga keladi. 10 kunlik sog'lomlashtirish kurslarida bizda ertalab soat 6:00 dan boshlanadi. To kechki shom paytigacha mashg'ulot o'tiladi. Uzoq vaqt bo'ladi. Obed vaqtimizda, tushlikda ertalab boshlaganimiz tushlik 12:30 da tushlikka chiqiladi. 2 soat, 2,5 soat bemorlarga dam beriladi. Uxlaydi, dam oladi, hordiq chiqaradi. Yana kurs davom etadi. Bu sanatoriya usuli. Shunday holatlar bo'ladiki, hattoki xuftondan keyin kechqurun 11 gacha ham shug'ullanishimizga to'g'ri keladi. Albatta bular faqat xonaning ichida bo'lmaydi. Bizning usulimizning 50% o'quv zalida bo'ladi. Sizni kasallikni keltirib chiqadigan sabablarini o'rganamiz. Sizlar bilan bitta alohida individualniy sohatlab siz bilan shug'ullanamiz. 50% deganimiz xonada o'tadigan. Qolgan 50% doimiy ravishda yil 12 oy tabiat qo'ynida o'tiladi. Qir adrenalinlarga chiqariladi. Tog'li zonalarga ekskursiya qilamiz.
o'sha yerlarda ham 3 soatlab, hatto 4-5 soatlab shug'ullanishga to'g'ri keladi. Shundagina asta-sekin ko'z nuri tiklanishni boshlaydi. Qachon tiklanadi? Natija kimgadir birinchi kuni chiqishni boshlaydi. Kimgadir 3 kundan keyin natija chiqishni boshlaydi. Undan uzoq kutib o'tirilmaydi. Xo'p, bu qanaqa usul ekan deb hayron bo'larsizlar. Bitta misol bilan oddiy qilib tushuntirib beraman. Tasavvur qiling. Ko'zingizni yuming. Xotirjamlik holatiga kirib oling. Hech narsani o'ylamang. Tasavvur qiling, qo'lingizda kattakon sap-sariq yetilib pishgan limon turibdi. Tasavvur qildingizmi? O'sha limonni to'yib hidlang. Tasavvur orqali hidlang. Atroflarini tekshiring. Chiroyliqina haqiqiy sochni limon. Tasavvur qiling, yana davom etamiz. Katta bo'lak tishlang. Qattiq tishlang va uni chaynang. Chaynashda davom eting. Mazza qilib chaynang. Miriqib chaynang. Ichidan urug'lari chiqqan bo'lsa, tupurib yuboringda urug'ini. Qolganini chaynavering. Tugaguncha mayda bo'laklarga bo'lingicha chaynang va yutib yuboring. Endi undan ham kattaroq bo'lagini chaynang. Qars aytib tishladingiz, atroflarga so'klari sochrab ketdi. Mazza qilib chaynayapsiz. Chaynab, uni ham yutib yuboring. Suvlarini ham yutib yuboring. Ana endi ko'zingizni oching. Organizmda qaysi holat namoyon bo'ldi? Limonni hidlaganingizda, yo'q limonni hidlaganingizda, limonni sizga hidi keldi. Yuzlaringiz mujmaydi. Tahrirlikni his qildingiz. So'lak bezlari ajralib chiqdi. Shunday bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo siz so'lak bezlariga buyruq berdingizmi? Tezda so'lak bezlari tez ajralib chiqinglar, og'izni suvga to'ldiringlar degan buyruqni berdingizmi? Bu buyruqni bermadingiz. Bizni qaladigan sog'lomlashtirish kursidagi asosiy kaliflarimizdan bittasini aytdim sizlar. Demak, xulosa, bizni fikrlarimiz hissiyotlarimizga ta'sir qiladi. Hissiyotlarimiz borib o'sha organlarimizga ta'sir qiladi. Demak, xulosa bu yerda nima deyiladi? Biz fikrimizni to'g'ri qilishimiz kerak. Avvalo qaddi qomatni tik tutib, kayfiyatni ko'tarib, o'zimizga bo'lgan ishonchni orttirilgan holatda qilingan har qanday mashqdan haqiqiy amaliy natija kelib chiqadi. Azizlarim, ko'z nurini tiklash bo'yicha sizlar bilan ozmi ko'pmi suhbatlashgan bo'ldik. Bu boshlanishi xolos. Avvalgi videolarimizni va hozirgi videolarimizni bir qator o'rganib chiqing. Bizni bu Shifopolis sanatoriyamizni davolash sistemalaridan ozgina sizlar bilan o'rtoqlashdik. Qandaydir savol javoblar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda ham Shifopolis kanali ochilgan. Shundan savollar berishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlar olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hech qachon kasallik yuzini ko'rmanglar. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.